Assalomu alaykum, Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 1-mart holatida juda ko'pchilikni qiziqtirgan savol: sementini ko'p qo'shsa qanday bo'ladi? Mana 6 kilo qo'shyapmiz sementini. 6 kilo qo'shyapmiz. Tarozini ko'rishingiz mumkin. Satilda tarasi chiqarilgan. 2 marta qorib, bitta qolipga proba qilib ko'rsatamiz. 1-mart holatida. Kompressor ko'pdan sug'urib qo'ysalar ham mayli. Sarlar ishlab videoni bo'lmaydi. Xitoy parashogining penasi bo'lsa, oxiri qolgani uchun suyuqlashib qolgan. Mana 6 kilo sement ketdi. 38 kilo gips, 50 litr suv. Yiqitma do'stim, nima qilyapsan? Yiqitma. Bo'ladi, yo'q, bo'ladi. Mana shundan hozir chiqarib ko'rsatamiz. Sementli qilib quyib ko'rsatamiz hozir. Qolib olish jarayonlari hammasini ko'rsatamiz. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Kimga kerak bo'lsa, sement yig'ishlarni zakasini chiqarib beramiz. Baqqi sen ham qilaver. Sement taqla 6 kiloni yana. Mayli, kam bo'lsa to'g'rilanadi, o'ylama. Hozir qolipdan olish jarayonlari hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bizga maktab o'g'il bo'lsa kerak. Bo'l, Sanjar bo'l. Tahlilga suvlarni quyib tahlayveraylik. Sementli qilib ko'pchilik qiziqtirgan savollar, sementli qilsak qanday bo'ladi deydi. Sementini ko'proq qo'shsa bo'ladimi deydi. Mana probaga chiqarib qo'yamiz. Kimga ma'qul bo'lsa, mana shunday sifatli g'ishtlarni ham chiqarib beramiz. Sementini ko'p qilib o'zimizda oddiy g'ishtlarimizdan hammasini sifati zo'r. Ikkinchisi 6 kilo. Mana ikkinchisi ham 6 kilo ketdi, tarozga o'lchani. Satl taraz chiqarilgan. Olgining ko'rasan. Mana minus 750 grammga o'tdi, taraz chiqarilgan satldan. Mana endi salgina qiyshaytirsan, do'stim. Shoshilma, keyinroq ozroq ko'paysin. Oching. Havoni ham sal oching. Penani oxiri qolgani uchun suyuqroq chiqib qoladi. Xitoy parashogining penasi do'stlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xitoy Hind parashoglarini, Penoblog g'ishtlarini, hozir Penoblog g'ishtlari narxlari bilan ham tanishtirib beraman. Vaqtda ko'proq qoravering, kam bo'lib qolmasin. Sen olding, ha? Mayli, tarkamni qanday quyuqligi? Standart. Tez qotib qolsa kerak, do'stlarmi? Indamay qo'yamiz. Ozgina yetmay qoldi, xazalar yo'qni. Tekshiravamiz uni. Ha, bo'ldi, ol, bo'ldi. On 12,5 ml yig'ishlarimiz do'stlar. 12,5 ml yig'ishimizni ham sifati zo'r, qattiq qo'l botmaydigan darajada aslida sifati juda zo'r bo'lardi ham. O'sha ko'pchilik sementini ko'p qo'shsak qanday bo'ladi deganlar uchun probaga quyib ko'rsatdik. Hozir qolipdan olish jarayonlarini ham ko'rsatamiz sementli g'ishtni. 6 ta g'ishtni olib bir burchakka terib qo'yamiz. O'shanga qarab kelin chiqsa zakasga o'g'ishlarni ham chiqarib beraveramiz. Buni oldingi partiya chiqqan g'ishtlarimiz bular. Bular 12,5 ml joydagi narxi. 40 lik g'ishimiz ham bor. 40 ga 19,5 g'ishimiz. 6,000 so'm kattaroq ob'yomga dastavka ichida qilib beryapmiz. Mana do'stlar, bu g'ishtlarimiz sifati zo'r. Ovozini ko'rishingiz mumkin. Yangi chiqqan bloklarimiz bular. Hammasi bugun qo'yilib turgan 1-mart holatida. Xitoy Hind parashogiga chiqyapti. Xitoy Hind parashogini yetkazib beramiz. Xitoy parashogi 950 ming so'm joydagi narx. Hind parashogi 1,200,000 so'm. Bu g'ishtlarimiz 12,5 ming so'm. Adres Qashqadaryo viloyati Muborak tuman. Hozir video oxirigacha ko'ring do'stlar, qolipdan olish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana do'stlar, g'ishtimiz qotdi, oxirgi qo'ygan qolibimiz ochdik. Har 3 tasiga 6 kilo sement qo'shilgan buni. Har bir donasiga 2 kilodan desa ham bo'ladi. Sifati o'ta zo'r, qattiq, qo'l bilan bosgan vaqtda qo'l umuman botmaydi. Kelib ko'rib zakaz beraverasiz do'stlar. O'ta zo'r holatda chiqdi.
Ha, bu o'zimizning oddiy yig'ishlarimiz. Bular ham qattiq. O'ta qattiq bular ham. Kelib ko'rib, ha bu sementini ko'paytirib qo'yib berish kimga kerak bo'lsa, zakaz qilib bersak. Juda ko'pchilik so'rayapti-da, sementini qo'ysa bo'ladimi deydi. Juda zo'r. Bizda aslida bu oddiy 12,5 ming yig'ishlarimizni o'zi ham qattiq. Kelib ko'rganlar biladi yig'ishimizning qattiqligini. Xullas, natija zo'r. Mana bir ko'rgandan bilinmayapti, mana ustidan telefonda ham uncha bilib bo'lmayapti. Mana bu yerdan qarasa, bilinadi sifat, sement ko'pligi, qattiqligi bilinadi do'stlar. Like-ni bosamiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yishni